Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli ustozlar, murabbiylar, aziz yoshlar. Mana sizlar bilan bugun diydor ko'rishimizning asosiy sababi bu ham bo'lsa, hurmatli yurtboshimizni bugun yoshlarimizga bo'lgan e'tiborlari, e'tiroflari, buyuk kelajak avlodga qaratilayotgan e'tibor nuqtai nazardan bugun qarangki, mana shu katta go'shada, mana shunday bir katta sayilgohda Denov tumanining barcha o'quvchilari, ustozlar, murabbiylar ishtirok etishyapti. Bu ham bo'lsa, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovning tashabbuslari bilan 90 kunlik dolzarb kun qilib e'lon qilingani va mana shu 90 kun dolzarb kunda birinchi navbatda yoshlarimizni ta'tilga chiqishi, bugun maktabni bitirib o'zini hayotiga yo'l topish uchun oliy ta'limga yo'nalishga yurganlar, harakat qilayotgan yoshlarimiz, umuman mana bugun maktabni bitirib ta'tilga chiqqan yoshlarimiz, ularni mazmunli dam olishlari va mana shu mazmunli dam olishlarida, ularni bo'sh vaqtlarida sermazmun har xil to'garaklarni ishtirok etilishi, har xil to'garak sport musobaqalari, barcha mana shu yoshlarimizga bo'lgan e'tibor nuqtai nazardan, mana shu e'tiborni ijrosi nuqtai nazardan bugun joylarda mana shunday 90 kunlik dolzarb kun e'lon qilinishi bejizda emas. Bu ham bo'lsa bugun yoshlarimizga bo'lgan e'tibor deb bilamiz. Albatta